Assalomu alaykum. Everest 9 kuchli motobloklarimiz kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Yangi partiyalarimiz vozdux filtrlari, massivniy vozdux filtr bilan jihozlangan, katta vozdux filtrlar bilan baklariga keladigan bo'lsak, baklar katta baklar bilan jihozlangan. 5 litr benzin oladi. Pichoqlari 3+1 bo'ladi. 16 dan 32 ta pichoq bo'ladi ikki tarafida. Ko'rishingiz mumkin. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari 500 ga 12 balon bilan jihozlangan. Motorlariga VIN nomerlari bilan o'yib yozilib qo'yibdi. Ko'rishingiz mumkin. 177 mana o'yib yozilib turibdi. Motorlarda moy datchigi bor. Moy kamaygan payti avtomatik motorni o'chirib tashlaydi. Korobkalar katta korobkadan kichik korobkadan emas. Oldiga ikkita skors bo'ladi, orqaga bitta skors bo'ladi. Bu avtomat korobka bo'ladi. Skorsga uriladi. Skorsga urganingizdan keyin bossangiz shunda yuradi. Buni yuborsangiz to'xtab qoladi avtomatik. Xo'p, vomlari bor. Vomlarga bemalol karter, pompa apparatlarini ulashangiz bo'ladi. VIN nomerlargacha yozib qo'yilibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizning Everest avtobus VIN nomerlargacha ahamiyat beradi. Xo'p, korobkalar katta korobkadan bu narsa ayrim bir ikkitasi sinadi, bu narsa bo'ladi, yupqa bo'ladigan bo'lsa deb yolg'on gapirib sotishar ekan. Bu yolg'on gap, bu havoy bo'ladi, ichi pustoy bo'ladi. Plus buni ancha-munchaga sinmaydi korobka. Bu narsaga urganingizdan keyin shunda sinadi. Xo'p, bunimizning narxi 5 million 350 ming so'm. Agar shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, 5 million 350 ming so'mdan qilib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahim Do'mbirobodda. Telefon nomerlarimiz 93 204 4100.